Tibbiy reabilitatsiya o'zi nima va nima uchun muhim? Ko'pchilik reabilitatsiyani oddiy mashq yoki massaj deb o'ylaydi. Aslida bu kasallik yoki operatsiyadan so'ng salomatlikni tiklanishga qaratilgan tibbiy jarayondir. Reabilitatsiyani maqsadi bemorni funksional holatini tiklash, hayot tarzini, hayot sifatini oshirish va nogironni oldini olishga qaratilgandir. Endi muhimligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng avvalo erta reabilitatsiya bu juda yaxshi natija beradi. Mana misol uchun insultlarda qancha tez, qancha erta reabilitatsiya qilsak, bunda harakatlari tiklanishi, o'ziga o'zi xizmat qilishi, yura olishi jarayonlari tez bo'ladi. Ikkinchi muhim jihati bu mashqlar. Albatta bu davolovchi jismoniy mashqlar to'g'ri tanlangan bo'linishi kerak va nima beradi bizaga bu? Mashqlar sababli bizada bo'g'imlarda harakatlar yaxshilanadi, bemor harakatlari yaxshilanadi. Uchinchi muhim jihati bu og'riqni kamaytirish. Mana misol uchun osteoxondroz, disk churralari bemorlarda yoki osteoartroz va ko'pgina bo'g'im kasalliklarida reabilitatsiya usullari tufayli biz og'riqni yaxshi kamaytira olamiz. To'rtinchi muhim jihati bu reabilitatsiya faqat kasallik yoki faqat keksa bemorlarda emas, balki yoshlarda ham, misol uchun sportsmenlarda ham qo'llash mumkin. Va beshinchi jihati bu bemorni mustaqillikka qaytarish. Ya'ni bemor reabilitatsiya usullari orqali qancha erta boshlansa, bunda hayot sifati yaxshilanadi, bemor o'zini o'zi xizmat qila oladi. Ya'ni bu kiyina oladi, ovqatini yeya oladi, harakati tiklanadi, yura oladi va mehnat faoliyatiga qayta oladi.